Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men sizlarga transport tarmog'i korxonalarini loyihalash fanidan dars beraman. Ismim familiyam Kamolov Muhiddin Qurbonovich. Fursatdan foydalanib sizlarni 2020-2021 o'quv yili boshlanish munosabati bilan tabriklayman. Barchalaringizga o'quv yilini muvaffaqiyatli yakunlashda omadlar tilayman. Bugungi birinchi mavzumiz avtotransport tarmog'i korxonalarini loyihalash fanining predmeti, vazifalari, mutaxassis tayyorlashdagi ahamiyati. Mavzumiz 3 darajadan tashkil topgan. Birinchisi kirish fanining vazifasi. Ikkinchisi O'zbekiston Respublikasida avtomobil sanoatining transport majmuini yangi iqtisodiy sharoitlarda rivojlantirish haqidagi hukumat qarorlari. Avtotransport tarmog'i korxonalarining texnologik loyihalashning ahamiyati. Demak, birinchi mavzudan boshlaymiz. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng avtomobil transporti rivoji yangi bosqichga kirdi. Sobiq ittifoq avtomobil zavodlaridan chiqqan avtomobillar ekspluatatsiyasi davomida erishishi bilan bir qatorda respublikada avtomobilsozlik sanoati yaratilib, mamlakatimiz avtomobil sanoatida ega 28-davlat bo'ldi. Chunonchi, Asaka shahrida O'zbekiston Janubiy Koreya qo'shma korxonasi Uzdevo Avtodan Nexia, Tico, Matiz yengil avtomobillari, Damas mikroavtobusi, Samarqand shahrida O'zbekiston Turkiya qo'shma korxonasi Samkoch Avto zavodidan O'zota yo'l kichik turkumdagi avtobuslar va ixtisoslashgan yuk avtomobillari ishlab chiqarilib, ekspluatatsiya qilina boshlandi. Shu bilan bir qatorda iqtisodiyotimiz talablarini qondirish maqsadida xorijdan maxsus avtomobillar keltirilib, ekspluatatsiya qilina boshlandi. Tog' metallurgiya sanoatida o'ta og'ir yuk ko'taruvchi 75 tonnadan 200 tonnagacha Caterpillar 754, Euclid 200 avtomobillari, sanoat va qurilishda og'ir yuk ko'taruvchi Devo avtomobillari, shahar transportida o'rta va katta sig'imli Mercedes-Benz 0405, 0403 va Devo VS 106 avtobuslari, kommunal xo'jalikda ixtisoslashgan Devo va Hyundai avtomobillari, yo'lovchi tashishda va shaxsiy transport sifatida Hyundai, Mercedes-Benz, Lada, Toyota va boshqa rusumli yengil avtomobillar. Yuk va yo'lovchilarni o'z vaqtida tashish uchun mavjud avtomobillarning texnik tayyorligini yuqori darajada eng kam mablag' sarflagan va ekologik talablarni bajargan holda ta'minlab turish zarur. Buning uchun ularda muntazam texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishlarini olib borish, ularni saqlash joylari, zaxira qism va avtoekspluatatsiyaga oid materiallar bilan ta'minlash va boshqa xizmatlar majmuini amalga oshirish lozim. Avtomobillarning butun ishlash muddatida texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishlariga sarflangan mehnat hajmi yangi avtomobil tayyorlashga ketgan mehnat hajmidan bir necha 10 barobar ortiqdir. Chunki avtomobil bir marta yuqori darajada mexanizatsiyalashgan va avtomatlashtirilgan zavod sharoitida ishlab chiqiladi va 10 yillab ishlash sharoitida unga minglab marta texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishlari ko'rsatiladi. Avtotransport korxonalari va servis xizmat ko'rsatish korxonalarining ishlab chiqarish texnik negizi avtotransport tarmog'i korxonalari ichida katta salmoqqa ega. Mavjud adabiyotlardan avtotransport korxonalari va texnik xizmat ko'rsatish stansiyalarini loyihalash asoslari keng yoritilgan. ATKlarda yuk va yo'lovchi tashish bilan bir qatorda avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishlari olib boriladi. Bozor sharoitiga o'tish munosabati bilan ATKlarda tuzilmaviy o'zgarishlar yuz bermoqdaki, markazlashgan birlashmalar, kombinatlar, katta korxonalar raqobatga bardosh bera oladigan optimal holgacha maydalashmoqda. Yangi kichik korxonalar paydo bo'lmoqda.
Ba'zi etikalarda shaxsiy avtomobillarga va har xil turdagi muassasalar avtomobillariga ham servis xizmati ko'rsatilmoqda. Respublikamizda avtomobillarga servis xizmat ko'rsatish stansiyalari ishlab chiqarish texnik bazasi ham rivojlanib bormoqda. Ularda shaxsiy avtomobillar bilan bir qatorda kichik korxonalar va muassasalar avtomobillariga servis xizmati ko'rsatiladi. Hatto ba'zi kichik atakalarning xizmatidan foydalanib, o'zlari yuk va passajirlar tashishni tashkil etuvchi kommersiya korxonalariga aylanib qolmoqdalar. ATK va ATKXShlarni loyihalashda umumiylik ko'p. Shuning uchun kitobda darslikda texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash mintaqalari va ustaxonalarini loyihalashga alohida e'tibor berilgan. ATK va texnik xizmat ko'rsatish stansiyalaridan tashqari avtomobil transportidan samarali foydalanishni ta'minlaydigan avtomobillarga, yo'lovchilarga, yuklarga, alohida sayyohlarga va boshqalarga xizmat ko'rsatuvchi korxonalar mavjud. Bu korxonalar majmuiga avtomobil transport tarmog'i korxonalari deyiladi. Birinchi marta bu xizmat ko'rsatish korxonalarini loyihalash asoslari mazkur qo'llanmada o'z aksini topgan. Mana sobiq ittifoqda ishlab chiqilgan avtomobillarning tasvirini ko'rib turibsiz. Bu avtomobillarni amalda yaxshi taniymiz. Bu avtomobillardan foydalanganmiz. Bu avtomobillar hozir ham ekspluatatsiyada bor, lekin asta-sekin ular eskirib, ro'yxatdan o'chirib borilmoqda. Mana navbatdagi avtomobillar Gaz M20 Победа. Urushdan keyin ishlab chiqilgan avtomobil, Gaz 51 avtomobili, 50 yilga yaqin konveyerdan tushmagan, Gaz 66 avtomobili, Zil 130 avtomobili hozirgacha ishlatilib kelmoqda. Avtomobil sanoatini jadal rivojlantirish va uning investitsiyaviy jozibadorligini oshirishni ta'minlash, ilg'or xalqaro tajriba asosida zamonaviy bozor mexanizmlari va boshqaruv usullarini joriy qilish, shuningdek ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh ishlab chiqarishni yaratish maqsadida 2019-2023 yillarda O'zbekiston Respublikasi avtomobil sanoatini rivojlantirishning asosiy ko'rsatkichlari quyidagilar belgilansin. Yengil avtomobillar ishlab chiqarish hajmini 350 ming donagacha oshirish. Yengil avtomobillarni mahalliylashtirish darajasini o'rta hisobga 60% gacha yetkazish. Yuk avtomobillari va avtobuslar ishlab chiqarish hajmini 10 ming donagacha oshirish. Avtomobillarning yillik eksport hajmini 100 ming donagacha yetkazish. Korporativ boshqaruvning zamonaviy usullarini, shuningdek avtomobillarning hisobga olish tizimini joriy etish. Aholining keng qatlamlari uchun hamyonbop bo'lgan yengil avtomobillarning yangi zamonaviy modeli ishlab chiqarilishini nazarda tutgan holda avtomobillarning modellar qatorini yangilash. O'z avtosanoat aksionerlik jamiyati tarkibiga kiruvchi ikkita aksiyadorlik jamiyati aksiyalarini mahalliy va xalqaro fond bozorlarida birlamchi ommaviy joylashtirish orqali investorlarni jalb etish. Mana suratda yuk avtomobillariga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash korxonasining bosh rejasi tasvirlangan. Bu yerda mana ishlab chiqarish binosi, avtomobillar to'xtash maydoni, qo'shimcha binolar tasvirlangan. Keyingi suratimizda mana avtokorxonaning ichki tomoni, mana bu yerda ham ishlab chiqarish binosi, shaxsiy avtomobillarning turar joylari tasvirlangan. Mana bu yuqoridagi tasvirda avtomobillar saqlash joylari. Ko'p qavatli binolarning pastki qavatlari yoki podval yerosti qavatlarida yengil avtomobillarni saqlash maydonlari tashkil qilish mumkin. Mana avtokorxonadagi ishlab chiqarish ustaxonalaridan suratlar. Dvigatel sexida ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Mana texnik xizmat ko'rsatish shoxobchasida yengil avtomobillar ko'targichga qo'yib, ost qismidagi yurish qismlariga ta'mirlash ishlari tasviri ko'rsatilgan. Mana bu navbatdagi rasmlarda avtokorxonalarning birinchi chap tomondagi yuqoridagi rasmda bosh rejasini qanday chizish ko'rsatib berilgan. O'rtadagi pastdagi rasmda avtomobillarni ta'mirlash ustaxonalaridan
O'zavtosanoat aksionerlik jamiyatining tarkibiga kiruvchi korxonalarning asosiy faoliyat turi bilan bog'liq bo'lmagan elektron savdo maydonchalari orqali sotiladigan aktivlar ro'yxati. Birinchisi mana East Butterfly mas'uliyati cheklangan jamiyat xalq iste'mol mollarini ishlab chiqarish O'zavtosanoat aksionerlik jamiyatida 100% hisoblanadi. O'zavtotrans MPJ transport xizmatlari ko'rsatish 100% gacha. O'zavtosanoat agro mas'uliyati cheklangan jamiyat qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish 81,6%, 9,1%, 9,1% sotiladi. O'znaslelita MCJ go'sht sut mahsulotlarini ishlab chiqarish O'zavtosanoat aksionerlik jamiyatiga 38%, Sergeli avtotexnik servis MCJga 58%, Avtosanoat Invest MCJga 2,2%, Avtosanoat Lizing MCJga 6,97%. O'zavtosanoat aksionerlik jamiyatining 19-22 yillarda amalga oshiradigan investitsiya loyihalari ro'yxati. Mana xrom qismlarini ishlab chiqarishni tashkillashtirish 600 ming to'plam ishlab chiqarish 2020-2021 yillarga mo'ljallangan. Elektr motorchilarni ishlab chiqarishni tashkillashtirish 250 ming donagacha. 2021 yillarda avtomobillarning yangi modellarini ishlab chiqaruvchi tashkillashtirish 190 ming donagacha. 21-22 yillarda dvigatelning yangi turlarini o'zlashtirish 190 ming donagacha. 21-22 yillarda yangi avtomobil modellari uchun plastik yoqilg'i baklarini ishlab chiqarish, o'zlashtirish 190 ming to'plam 2020-2021 yillarga mo'ljallanmoqda. Servis bozorlaridagi ulushi O'zbekiston Respublikasi avtoservis bozori tarkibi 6% dilerlik servislari, 94% yakka tartibdagi servis dilerlari. Bir yilda O'zbekiston Respublikasining bir yilda dilerlik avtomobillarga tenglik xizmat ko'rsatish shoxobchalarida avtomobillarning kirish soni Avtotexxizmatga 63%, Avtosavdoga 19%, Ladaga 14%, boshqa dilerlarga 4% gacha avtomobillar bir yil davomida kiradi. Dilerlik avtomobillarga tenglik xizmat ko'rsatish shoxobchalari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar ulushi 43% xizmat ko'rsatish, 57% ehtiyot qismlar sotish. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugungi mavzu bo'yicha savol va topshiriqlar sizlarga onlayn tarzda uzatiladi. E'tibor berib, kechiktirmasdan javoblarni o'z vaqtida yo'llang. E'tiborlaringiz uchun rahmat.